Biz qanday hayotni orzu qilamiz? Biz keng, shinam va xavfsiz avtomagistrallarda bemalol yurishni istaymiz. Biz yangi tipdagi, shinam va yaxshi jihozlangan oilaviy poliklinikalarda sifatli davolanishni istaymiz. Biz farzandlarimizni ilg'or, jahon standartlariga mos maktablarda o'qishini orzu qilamiz. Biz kuchli, dunyo tan olgan, vatanni asrashga tayyor armiyani istaymiz. Ana shunday orzularga yetish uchun nima qilish kerak? Keling, o'z vaqtida soliq to'laylik. Bu shunchaki majburiyat emas. Bu yurtga, kelajakka bo'lgan muhabbat. Soliq bu to'lov emas. Bu hissa. Har bir o'z vaqtida to'langan soliq bu vatanning yuksalishiga qo'shilgan hissadir.